bu aksessuar oxirida qanaqa chiqishi o'zimga ham juda ham qiziq. Sababi mijozimiz faqat rangini aytdilar, ko'rinishini o'zingiz ideya qiling, siz ideyalaringizga ishonaman dedi. Bozorga borib aytgan ranglarida tosh olib kelib, smolaga xuddi shunaqa rangni qo'shib, ozgina aralashtirib tindirib qo'ydim. Bilasizlar, smola bilan ishlash qiyin, juda ham tez teshilib qoladi. Simlarni kesib, ularga naqsh berishni boshladim. 5 ta dona katta gul uchun, 5 ta dona kichkina gul uchun hamma kerakli barglarni yasab olib, smolalarni qotirishga qo'yib, oralaridagi gullarni yasashga kirishib ketdim. Smola 1-2 soatda qurimaydi. O'zini ma'lum bir vaqti bor. Quriganidan keyin ustlariga shunaqa zarlarni qo'yib chiqdim. Zarlarning chiroyli chiqqanini qaranglar. Keyin ularni qo'shimcha naqshlarini yasab oldim. 3 tali abadokka o'zingizlar ideya qilib qo'shsanglar bo'ladi, lekin men o'rtasiga qilib oldim. 2 ta yonlarini ham o'zim ideya qildim. Shunaqa narsalar yasashga qiziqsangiz, sizni 2025-yil mohir qo'llar prof kursimga taklif qilaman. Kommentariyada aksessuar haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Menga obuna bo'lishni unutmang. Profilimda undan ham qiziqarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.